Nazokat. Muallif Bahorim. 9-qism. Shahboz nazokatni istagini bildi-yu, yerto'ladan arqon topib chiqib, mustahkamgina arg'imchoq qildi daraxtga. Nazokatni zavqlanib uchayotganini tomosha qilar ekan, qarab to'ymasdi. Muhim ishlari borligi ham, Sitora xabar yozgani ham yodidan chiqqandi. Men ham uchay, Nazokat opa. Nazokat uchishdan to'xtab, navbat va navbat bolalarni uchira boshladi. Nazokat, kechgacha ishlarimni hal qilib kelaman. Ketib qolma. Meni kutib turgin. Senda gapim bor. Iloji boricha ertaroq kelishga harakat qilaman. Nima demoqchi bo'ldi? O'zi qiynalyapman. Meni qiynamang, iltimos. Qiynamang, Shahboz aka. Nazokat bolalarga termulab, ohistalik bilan arg'imchoq ucharkan, shaffof ko'z yoshlari dumaladi yuziga. U ham sezgandek bo'lgandi. Og'ir vazmin, kezi kelganda saxovat pesha, kelishgan bu yigitni o'zini yoqtirib qolganini, balki yoqtiradi deya shunchaki xom xayol qilayotgandir. Kechgacha shu haqida o'ylayvergan Nazokatni boshiga og'riq turdi. Bo'ldi, yetar. Yashaydigan men-ku. Nega o'zimni hayotimni o'zim hal qilolmayman? Ertaga uylanganimda kech bo'lmasdan tezroq orani ochiq qilishim kerak Sitora bilan. Akam bilan gaplashib olishim kerak. Shahboz kuni bilan akasi bilan gaplashishga urindi. Akasini esa bosh qashishga ham vaqti bo'lmagandi. Nazokat opa, qo'limga nimadir qildi. Madina yig'laganini eshitgan Nazokat yugurgancha uni yoniga shoshdi. Kech tushgan hovlida edilar. Nazokat uy egalari kelishini kutib, bolalarni hovlida o'ynatib o'tirgandi. Ehtiyot bo'lmaysanmi-ya, asalim? Madina hovlidagi atirgullarni, tuvakdagi kaktus gullarini qiziqib ushlab ko'rgandi. Qo'liga gullarni tikoni sanchilib, yig'lab Nazokatni chaqirdi. Nazokat Madinani yonida payti Muslim hovuz tomonga qarab yugurib ketdi. Bolakay suvga kulib qararkan, ushlab ko'rmoqchi bo'ldi-yu, hovuzga shaloq etib tushib ketdi. Nazokat opa, Muslim suvga tushib ketdi. Voy sho'rim! Nazokat hovuz tomonga yugurdi. Muslim! O'zini suvga otgan Nazokat suzishni bilmasligini ham unutib, chinqirib yig'layotgan va oxiri suv tagida nafas ololmay qolgan bolakayni bir amallab Madinaga tutqazdi. Kichik jussali Madina ukasini arrang ko'tarib, Nazokatni qo'lidan oldi. Ol Muslimni. Hozir chiqaman men ham. Muslimni berdi-yu, Nazokat o'zi hovuzdan chiqolmasdan suv tagiga cho'ka boshladi. Tasodifan bo'lgan voqeadan qo'rqib ketgandi. Qo'l oyog'idan mador ketib qaltirab, harakatlana olmay suv tagiga g'arq bo'layotgandi. Shahriyor, uyingiz buncha chiroyli. So'nggi rusumdagi mashinadan tushgan yigit va qiz qo'ltiqlashib Shahbozlarni uyiga kirishdi. Nazokat hali bolalar bilan qo'shni do'koniga chiqib kelib, darvozani yopishni unutgandi. Nafaqat uyim, balki o'zim ham chiroyliman, Tina. Yigit labini cheti bilan kinoyali kuldi. Uyingizda hech kim yo'qmi? Akam, ukam bor degandek bo'lgandingiz. Bor bo'lishi kerak. Kiraylikchi. Ukasini ovutayotgan Madina darvoza tomondan kelayotgan ovozni eshitib qaradi. Amaki, Madina, amaki, keling tezroq. Nazokat opam suvga tushib ketdilar. Chuchuk tillari bilan baqirib yig'lamsirab gapirdi Madina. Bolalar yoniga yugurib keldi Shahriyor. Muslim ham suvga tushib ketdimi? Nima balo qilyapsiz? Sizlarga kim qarayapti? Nazokat opam. Yana hovuzga qarab baqirdi Madina. Shahriyor hovuz tubiga qaradi-yu, Nazokatni ko'rib, Muslimni Tinani qo'liga berdi va hovuzga sakradi. Shahriyor, bu bolaga qanday qarayman? Hoy! Shahriyor Nazokatni suvdan olib chiqqan payt suv yutib hushdan ketib bo'lgandi. Hovuzga ham cho'kishi mumkinmi inson? Katta dengizlarni ko'rib o'rgangan Shahriyorni ko'ziga hovuz yomg'irdan keyin qoladigan ko'lmakdek ko'rinayotgandi. Qizni ko'ksiga bir-ikki bosgan Shahriyor hafsalasiz bosh chayqadi. Shahriyor, nima bo'lsa ham o'paman demang. Jim bo'lay.
Undan ko'ra bolani tuzukroq ko'targin, hozir yiqitasan. Shahriyor, boshqa yo'l yo'q. Hozir sun'iy nafas bermasam, qiz o'lib qolishi mumkin. Shahriyor gapini tugatmay, Nazokatni labini bir qo'li bilan siqdi-yu, o'zini labini bosdi. Soniyalik lablar tutashuvi bo'ldi va Nazokat o'ziga kelib, ichiga yutgan suvni chiqardi o'qchigancha. Huh, xayriyat. Shahriyor ko'rsatkich barmog'i bilan burnini qashib qo'yarkan, labini cheti bilan kulgancha gapirdi. Mendek qutqaruvchi boshqa topilmasa kerak bu dunyoda. Soniyalarga qolmay qizni o'ziga keltirdimi? Yana qutqar bu qizni deya hovuzga otishsa ham qayta qutqarishga tayyorman. Lablari: "Hey, Shahriyor!" Mansurovlar xonadonining o'rtancha farzandi Shahriyor na akasi Shuhratga o'xshardi, na ukasi Shahbozga. O'zining olami bor va o'z bilganicha yashardi. Chet elda o'qib, malakali stomatolog bo'lib kelgan deysa, hech kim ishonmasdi. Qiliqlari, kiyinish uslubi, yengil xarakterini bilib. "Hey, Shahriyor!" Qiz o'zgacha ohangda erkalanib gapirdi, lablarini cho'chchaytirib. "Hoy qizaloq, o'zingga keldingmi?" Yigit o'zi bilan kelgan qizni gapiga javob bermasdan Nazokatni yuziga shapatiladi. "Kimsan o'zi? Hovuzga qanday tushib ketding, gapirchi?" Muslim." Nazokat o'ziga kelolmay duduqlanardi. "Menimcha, yana senga yordam kerak. Kel, turishingga yordam beray." Muslim, Madina darvozadan yugurib kirgan Maryam to'g'ri bolalarni yoniga keldi. Muslim bolam." Tanishuvni ham beliga tepdi bu yanga. Sekin pichirlab joyidan turdi Shahriyor. Ust boshi ho'l Muslimni qahvarang sochli Tinaning qo'lidan tezda oldi-yu, Nazokatga o'qrayib qaradi. "Nima bo'ldi, Nazokat? Nima qilding?" "Men..." "Yanga, vahima qilmang," qizni cho'chitib. "Nimalar bo'lyapti, Shahriyor? Qachon keldingiz? Tushuntiringlar axir nima bo'lganini." "Meni bolajonim suvga tushib ketdimi?" "Meni bolam suvga tushib ketadi-yu, bu qiz ishlashda davom etadimi?" "Yo'q, bugunoq izingni quritaman. O'zi boshdanoq yoqmaganding. Men bolalarimni bu dovdir qizni qo'liga qayta topshirmayman." O'g'lini ust-boshini tezda almashtirgan Maryam og'zi tinmay gapirardi yarim soatdan beri. "Hammasi tasodifan bo'ldi, Maryam opa. O'zim ham kutmagandim. Uzr, boshqa qaytarilmaydi." Ust-boshi ho'l Nazokat qaltirabgina gapirdi. O'zini ichida koyirdi tinimsiz. "Muslimni qo'limdan qo'ymay ko'tarib yurganimda suvga tushib ketmasdi deya ayblardi o'zini. Menga qara. Nimalar bo'lyapti, Maryam? Ovozing butun mahallaga eshitilyapti." "Nazokat, yaxshimisan? Nima bo'ldi?" Shuhrat va Shahboz uyga keldi-yu, baqir-chaqirni eshitib, uyga shoshib kirdilar. "Yanga, tasodifan bo'ldi deyapti-ku. Buncha vahima qildingiz." Nega vahima qilmay axir? Bolam cho'kib ketganda nima bo'lardi?" "Ketsin, kerakmas." Nazokat halidan beri atrofdagilarni jim tinglayotgan Shuhrat nima bo'lganini bildi-yu, bu mavzuni yopishni xohlab gap boshladi. "Siz ust-boshingizni almashtirib oling-da, uyingizga ketavering. Ertaga kelib oylik maoshingizni olib ketasiz." "Qanaqa maosh, dadasi?" "Axir bir oydan oshiq bolalarimga qaradi. Albatta, maosh beraman. Rahmat hammasi uchun, singlim." "Mayli, men bora qolay." Nazokat yig'lagancha uydan yugurib chiqib ketdi. "Maryam, yur men bilan." Shuhrat uy tomon yurdi. Nazokat, to'xta." Deyarli yugurib ketayotgan qizni bilagidan tutib to'xtatdi. "Yur, olib borib qo'yay. O'zim ketaman. Nazokat, hozir uyingga tezroq bormasang, aniq kasal bo'lasan bu ho'l kiyim bilan. Kechiring meni, kechiring. Sizni ham uyatga qo'ydim." "Nimalar deyapsan? Meni e'tiborsizligim sabab bo'ldi hammasi. Yaxshi qarolmadim." "Muslim." Bo'ldi, tinchlan, yig'lama." Nazokatni qo'lidan tutgan Shahboz hammasi yaxshi bo'ladi degandek qaradi. "Voy, Shahriyor, zerikib ketdim-u." "Nega zerikasan? Tayyor kino qo'yildi-ku. Qo'ying shularni. Yuring, undan ko'ra ko'chaga aylanishga chiqaylik." "Yo'q, hozir emas. Nazosh kinosi tugadi. Endi Shahriyor kinosi boshlanadi.
U kinoni ko'rmaysanmi? Kinoda sen ham rol o'ynaysan. Hozir oz qoldi. Akam chaqiradi. Qara. 1, 2, 3. Shahriyor? Akasini ovozini eshitgan Shahriyor nima degandim degandek qaradi qizga. Nega oylik beraman dedingiz, dadasi? Bolalarimga o'z bolasidan-da ziyod qaragan qizga albatta maosh beraman-da. Bechora ham kutmagan bunaqa bo'lishini. Yosh bo'lsa, shuncha eplab qaradi. Rahmat degin. Yoshi katta enagalaringdan 1000 marotaba yaxshiroq qaradi. Madinaning shikoyatini eshitdingmi? Nazokat kelgandan buyon eshitmading albatta. Chunki faqat maqtadi. Hatto bu qizcha sendan ham yaxshiroq qaradi bolalarimiz desam ham adashmagan bo'laman. Nima? Eshitganing, enagani ishdan ham haydading. Ertadan esa o'zing qaraysan Madina va Muslimga. O'zi umuman senga million marta aytdim, Muslim katta bo'lib olsin deya. Sen nima qilding? Uyda zerikib ketdim, Muslim ham katta bo'lib qoldi. Ishlamasam nega o'qidim? Asablarimni yeb bitirding. 2 yoshga ham to'lmagan bolani enaga qo'liga topshirib, ishlama demayman. Faqat Muslim katta bo'lib olsin. Ertadan ish-pishingni yig'ishtirib, uyda o'tirasan. Muslim 3 yoshga to'lmagunicha unutasan ishingni. Erini xarakterini bilgan Maryam miq etmadi. Shuhrat hali Shahriyorga ko'zi tushganini esladi-yu, derazadan boshini chiqarib, ukasini chaqirdi. Bu nima ahvol, Shahriyor? Kap-katta yigitga shu qiliq yarashadimi? Qachon odamga o'xshab yashamoqchisan? Hozir ham hayvonga o'xshab yashamayapman, aka. Shunchaki o'zim xohlaganimdek yashayapman. Yig'ishtir bunaqa hayotingni. Erta-indin qarasang, manavi alvasti sifat qizlaring bittasi ham yoningda qolmaydi. Aka, shaxsiyatga tegilmasin. Tina mening xotinim va bugundan men bilan shu yerda yashaydi. Nima? Bu uyda mening ham haqqim bor. Uy 3 qismga bo'lingan. Bir qismi menga tegishli. O'zimga tegishli uyimda Tina bilan yashamoqchiman. Kelining bo'ladi bu, aka. Sen meni ajalim kelmasdan o'ldirasan, bola. O'lmaysan, aka, o'lmaysan. Hali birgalikda qaraymiz sen bilan. Xotinim deydi. O'ylanib olibdi bu bola. Shuhrat 2 chakkasini ushlagancha gapirardi. Unchalikka bormagandir. 2 kunda zerikadi bu qizchasidan ham. O'sha paytda birorta qiz topib uylantiring. Uylantirsam ham bir bechora qizni umrini xazon qilsa-chi. Boshim qotdi. Nima qilishga hayronman. Balki biroz muddat bosim o'tkazmasmiz. Shunda o'ziga kelib qolar. Shahboz, sen bola avval o'zingni yig'ishtirib ol. Shahriyor-ku bir o'z bilganidan qolmaydigan o'zboshimcha. Senchi, sen aql bilan ish tutadigan yigit eding-ku. Nega enaga qizni ortidan yuribsan? Boya ham ko'rdim ketganingni. Shahboz, uka, iltimos sendan, menga Shahriyorni qiliqlari yetib ortiyapti. Sen ham nimadir boshlasang, aniq bolalarim yetim qoladi. Sizlarga ham ota, ham ona o'rnini bosaman deb oxir o'lib ketmasam bo'ldi. Aka, unaqa demang. Albatta aql bilan ish qilaman. Shahbozning qo'llari bilinar bilinmas musht bo'lib tugildi-yu, xonadan chiqib ketdi. Jonim, turing, hojatga borgim keldi. O'zi hojatxonalaringiz bormi? Xonalardan topolmadim. Yarim tun Tina Shahriyorni turtkilardi. Yo'q, hojatxonamiz. Qo'shniniga boramiz. Bor, sen ham borib kel. Nima? Rostdan. Obbo, Tina, uyquni ham beliga aylantirib, ag'darib tepding, bilasanmi? Bor, ana, hovlini etagida hojat. Borib kelaver. Bu uyni tuni ham, kuni ham buncha zerikarli. Nolima. Ertadan zerikishni unutasan. Men bilan ishga chiqasan. Qizlarni dur marvaridek tishlari-yu og'zini tomosha qilamiz sen bilan. Qalbim usizlikka chiday olarmikan? Usiz bir kun yashay olarmikan? Tanishganimizga qancha bo'ldi? 1,5 oymi? 1,5 oyda men unga ko'ngil qo'yib ulgurdimmi? Bu sevgimi yoki havas? Sevgi o'zi nima? Uni sog'inish, uni har lahza ko'rishni xohlash, uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqish, undan xavotir olish, u bilan suhbatlashishni xohlash. Sanasang adog'i yo'q hislar.
Bu hislarning jamlanmasi sevgimikan? Kitoblardagi sof muhabbatni o'qib, sevgini qandayligini his qila olmagandim. O'zim uni, Shahbozni yoqtirdimu his qila boshlayapman. Endi uning uyiga bormasam, uni ko'ra olmayman. Unga yetish ushalmas orzu bo'lsa ham, uni ko'rib turish qalbimga taskin berayotgan edi-ku. Endi ishlamayman. Endi uni ko'ra olmayman. Qora, beg'ubor, ozroq qisiq ko'zlar. Unga har boqqanimda qalbim orom olardi. Qalb oromim, uni endi ko'ra olmaymanmi? Unga yetishish orzu bo'lsa ham, uni ko'rib tursam, shuni o'zi yetar edi menga. U uchun, beg'ubor boquvchi ko'zlarga har kuni termulish uchun harakat qilmoqchi bo'lyapman-u, to'siqlar sabab harakatim besamar ketyapti. Uni umidlantirishni xohlamayman. Ammo ne qilayki, bu yurakka uni sevma deya taqiq qo'ya olmayapman. Yarim tun bo'lishiga qaramay, Shahboz ham, Nazokat ham uxlay olmay bedor edilar. Oyi, men ularga ko'nikib qolgandim. Ularni endi ko'ra olmaymanmi? O'z singlim, o'z ukamdek yoqtirdim Madina va Muslimni. Axir ataylab qilmagandim-ku. Men ham Muslimni suvga tushib ketishini xohlamagandim. Nazokat, jonim qizim, bo'ldi, yig'layverma. Bu yerda seni aybing yo'q. Bu bir baxtsiz hodisa. Ishdan ketishing ham balki yaxshilikkadir. Oyligingni olsang, seni tikuvchilikka o'qitaman. Hunar o'rgansang, kunlik daromading bo'ladi. Mana, senga ish. Ana, Mastura opangni ko'r, qo'shnimiz. Tikuvchiligi ortidan bolalarni o'qityapti. Voy jonim, Nazokat onasini mahkam bag'riga bosdi-da, iforni to'yib hidladi. Bora qol, ko'z yoshlaringni art. Sen taslim bo'lma, kuchli bo'l. Boshqalar oldida ko'z yoshi qilib qadringni yo'qotma. U xonadonga borginda oyligingni olib, tezgina qayt uyga. Yoki o'zim olib kelaymi? O'zim boraman. Yana tishim og'riyapti, oyi. Avvaldan og'rib yurardi. Kecha suvga tushib ketganimdan keyin yanayam kuchaydi og'riq. Shunga qo'rqsam ham tishimni oldiraymi deyapman. Oldirib tashla. Qutulasan. Doktorga borsang, men ham boray sen bilan. Siz ishingizdan qolmang, oyi. Men yaxshiman. O'zim borib kelaman. O'zimni irodali, kuchli qizim. Ehtiyot bo'lib borib kelgin. Xo'p, oyijon. Nazokat Maryam uzatgan pulni oldi-yu, oyisini yonida ko'zlari jovdirab turgan Madinani quchgisi keldi. Rahmat, Maryam opa. Haligi Madina. Nima bo'ldi? Sovuqqon nigohlarini qizga tikkancha gapirdi Maryam. Madinani bag'rimga bossam maylimi? Maryamning qoshlari biroz chimirilib o'ylandi-yu, mayli dedi. Madinam, kel o'zimga. Oyisdan cho'chib, Nazokatni yoniga kelolmay turgan Madina Nazokat qo'llarini keng yozib, yerga o'tirgancha kel degandan keyin yugurib kelib quchoqlab oldi Nazokatni. Endi kelmaysizmi, Nazokat opa? Nega kelmaysiz? Meni o'qishim bor, Shirinim. Maktabda o'qiyman. Bormasam ustozlarim urushadi. Hali maktab ochilishiga 2 oy bor bo'lsa ham Nazokat shunaqa deyishga majbur bo'ldi. Keling, xo'pmi? Ustozlaringiz ruxsat bersa. Xo'p, kelaman. Meni joyimdan Muslimni o'pib qo'ygin. Sizlarni yaxshi ko'raman. Qizchaning ikki yuzidan navbatma-navbat o'pgan Nazokat qayta yana bir bag'riga bosdi-yu, ketdi. Uydan chiqib ketdi. Muslim uxlab yotgani sabab uni ko'ra olmagandi. Nazokat taksida ketar ekan, xayollari parishon edi. Derazadan Nazokatni uylaridan chiqib ketganini ko'rgan Shahboz ham ishga borish uchun ortidan chiqdi. Taksi oldinda, Shahboz taksi ortida ketardi. Kechinma. Masofalar to'siq bo'lolmaydigan shunday yaqinliklar borki, ularga hali nom qo'yilmagan. Na sevgi, na do'stlik va na boshqa ta'rif yo'q. Sen bilan xuddi shundaymiz. Muallif Yasemin. Ikkala mashina radiosida ham shu jumlalar yangradi. Siz bilan xuddi shundaymiz, Shahboz aka, xuddi shunday. Oxirgi jumlalarni sekin pichirladi Nazokat. Sen bilan xuddi shundaymiz, Nazokat, xuddi shunday.
Shifoxona zali bo'ylab holsiz qadamlar tashlagancha Nazokat ketar ekan, o'zini ismini o'zgacha ohangda quvonch ila aytilganini eshitib, boshini ko'tardi. Nazokat? Qarshisidagi Sitorani ko'rgan Nazokat o'gay opasining bag'riga hech ikkilanmay otildi. Ikkisi bir-birini quchgancha ancha turdilar. Ikkisi ham ichidagilarni aytgisi bor, yengil tortgisi kelayotgandi. 9-qism tugadi. Davomi bor.